ayolga o'xshab yashamoqchiman-da. Men bu hozir men robotga aylanib qolganman deb o'ylayman o'zimni. Onalari yolg'iz, kuchli ayol bo'lib, bularni tarbiyalaganlar, bular o'sha modelni, rollevoy modelni hozir qaytaryaptilar. Dizayner o'zim, tashuvchi o'zim, mol olib keladigan, sotuvchi, eng asosiysi sotuvchi o'zim, klientlarim mendan boshqadan olmaydigan bo'lib qolgan o'zi. Biz o'zimiz bilgan narsa biz uchun oson. O'shaning uchun sizda именно sotuvchilik turmaydi, chunki siz o'zingiz yaxshi sotuvchisiz. To'g'ri, assistentdan по-любому boshlash kerak, lekin men xavotirim assistent 8 oydan keyin ketib qoladi. Birinchi, ikkinchi ketganlari rosa udar bo'lganda, menga ishimga ham ta'sir ko'rsatgan. Bu yo'lda qancha tepaga chiqsangiz, shuncha yolg'iz qolishga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Hozir qoldi, lekin bor urush qilib kelardim. Nimaga chiqarasan meniki bu deb urush qilib kelardim oldin. Siz meni hamma klient taniydi desangiz, adashyapsiz. Ko'chaga chiqib, hozir Lyuboydan so'rasam, sizni taniydim desam, yo'q deydi. Oldin birovlarni qo'lab o'tirardim, nima qildi, nima qo'ydi, anaqani qilardim. Hozir butunlay olib tashlab, anaqani o'zimga qaratganman-da. O'zim o'shanda keyin men rivojlandim. Tak, keyingi razborimiz zo'r qizuv biznes. Bunaqa biznes bu yerda hali bizda bo'lmadi. Salomova Azizaxon kelin ko'ylak ishlab chiqarish biznesi. Keling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Tak. Assalomu alaykum barchaga. Ozroq hayajonlanaman, chunki kutilmaganda bo'ldi. Tak. Ssenariyda yo'qmidi? Yo'q edi. Birinchi kelishim. Sizni chiqishingiz bor edi bizning ssenariyimizda. Sizni ssenariyingizda prosta yo'q edi. Sizni hayajonlayotdilar, kelganlarida keyin решить qilamiz deyishdi kecha qizlar. Так что bizning ssenariyimizda siz bor edingiz. Rahmat. Xo'p, tanishtirsangiz. Ismim Aziza, kelin ko'ylak ishlab chiqarish fabrikasini boshqaraman. Necha kishi ishlaydi u fabrikada? Boshliq bittaman. 30 dan 35 ta. 30-35 ta ana mavsumiy bo'lgani uchun kelib ketuvchilar ko'p. Lekin stabil o'rtacha 30 ta. 30 ta tikuvchingiz bor. Ha, har xil anaqani olib boradigan. Har xil konver. Ha, konver. Konver. Xo'p, nechta ko'ylak tikasizlar oyiga? Sotuvmi, tikuvmi? Tikuv. 400 ga yaqin. 400 ta ko'ylak oyiga tikasizlar. Da. Oho. Nechta sotasizlar? 300 ga yaqin, lekin sezonniy bo'lgani uchun, to'ylar anaqa bo'lgani uchun 300 ga 250, 300, 180, 200 sotasiz. Har oy kelgan sezonda sal kamayadi, ancha kamayadi. Yo'q, to'xtang. 400 ta sotsangiz, 400 ta chiqarsangiz. Da. Zapasda bo'ladi. 300 ta sotsangiz, sklad to'ldirasizmi har oy 100 tadan? Zapasda bo'ladi. Qancha? Maksimal 70 zapasda bo'ladi. 70 emasda sizda 100 ta qolyapti-ku, lishniy har oy. Do'kon bor, sklad bor. Do'konda ham turadi. Qancha? Do'konda ham 70 ta ko'ylak, 70 ta zapasda turadi mana bu. Bezalmagan ko'ylaklar. Yarim tayyor mahsulot turadi. Polfabrikat. Da. Tayyori do'konda turadi, sotuvlar o'shanga qarab. Zapros qanaqa? Zapros. Nima xohlayapsiz? Zapros. Men o'zim dizayner ham, hamma ishni o'zim qilaman. O'zi aslida hobbi bo'lib boshlangan, hazil bilan boshlanib ketgan, hozir kattarib ketdi. Dizayner o'zim, tashuvchi o'zim, mol olib keladigan. Sotuvchi, eng asosiysi sotuvchi o'zim, klientlarim mendan boshqadan olmaydigan bo'lib qolgan o'zi. Ular maqsadli auditoriya, men bu optim sotganim uchun prokatchilar asosan oladi. Viloyatlar 12 ta viloyat, shahar, tumanlari oladi. Har bir mijoz 2 tadan maksimal 15 tagacha oladi bir olishda. Ular sotuvchilar bilan gaplashmaydi. Dizayner ham o'zim, skladda ham o'zim, hisobchi ham o'zim. Savol? O'shandan chiqish. Hozirgi birinchi anaqa muhim anaqa. Nima ish qilasiz chiqsangiz? Mana shu hamma ishlaringizdan qaysi birida qolardingiz? Agar masalan bemalol Lyuboydan chiqib ketish mumkin bo'lsa. Qaysi biri sizga eng ko'p yoqadi? Dizaynerlik yoqadimi? Sotuvchilik. Sotuvchilik yoqadi, zo'r. Pul kelish yoqadi. Sotuvchilik yoqadi. Pul kelish kassir, sotuvchi emas u. Yo'q, sotganimda sraz olaman-da. Sotuvchilik yoqadimi? Ha. Dizaynerlik yoqmaydi. Yoqadi. U ham yoqadi. Mol olib kelish yoqmaydi.
uni kimdir qilsa xursand bo'laman, lekin hozir eng ko'p vaqtingiz nimaga ketadi mol olib kelishga? mol olib kelishga, dizayn chiqarishga, sotuvchilik, man qo'limdan telefon tushmaydi, anaqa qilmaydi. Ham anaqa ham o'zim Instagram yurg'izuvchi, kanallarda javob beruvchi. Ha, stroykaga kim? Yozmaydi-da, boshqa javob bersa men qilib ko'rdim, shunaqa yordamchi olib qilib ko'rdim. O'zimga yozaveradi-da. Hozircha yozadi o'zingizga. O'zingiz javob beraverganingizdan keyin yozaveradi o'zingizga. Siz tanishtirib qo'ying, o'zingiz совместный chat qilib qo'ying. Mana men aytaymi qanaqa qilardim siz o'rningizda bo'lsam. Men siz o'rningizda bo'lsam, mana bunaqa bo'lganda bir kun men mastermindga borganmiz-ku Mixail Dashkiyevga. U aytganki, отдельный biznes ochgan, separироваться qilgan Sherzoddan deganda, keyin men agentство ochganman. Agentство ochganman-da, keyin qarasam har bitta klient bilan ular men deb kelar ekan. Mani Instagram orqali kelar ekan, получается Zoomda gaplashaman. Zoomda, uydan Zoomda gaplashaman. No, menga qo'yib tashlashgan. Tuk. Целый день 5-6 ta Zoomda, hali klientlar bilan gaplashgan. Har bittasiga keyin men ular bilan anaqa konsultatsiya qilishadi menejerlar. No, men o'tda tirjayib o'tirib berishim kerak-da ularning yonida. Men bo'lmasam ular настроение tushib ketadi klient. Oxirida keyin mana shu yaxshi desam, keyin o'sha olishadi. Просто вот u gapiradi menejer, men oxirida mana shuni sovetую deyishim kerak, shuni maslahat beraman deyishim kerak deb bo'ldi, oladi o'sha klient. Keyin shersga aytdim, nimasan, jinnimisan, hammasi bilan zoom qilaverasanmi? Zoom nimaga san целый день sotuvchimisan deyaptilar. Voy, men nima qilay? Men bilan menga kelishyapti. Faqat meni ko'rishsa olishar ekan deyapman. Endi bitta chek o'tdi, yaxshi sotilsa, masalan, 4-5 ming qoladi. Bo'pti deyman-da, masalan, kuniga 5 ta o'tkazsam, 2 ta sotilsa norm, bitta sotilsa ham norm deyman-da, o'tkazaman. Keyin shersga aytdilar-ki, во-первых, dedilar, aytgan, что sanda 2 ta vaqting bor bir kunda boshida, keyin вообще bitta vaqting bor. Hamma o'sha kim sen bilan gaplashib qolsa, o'sha paytga kelsin. Kim xohlasa menejer bilan gaplashsin. Bu во-первых. Keyin men endi unaqa qilsam ham, o'shaqa ham qildim. Общий zoomlar qildik. Keyin вообще zoom ham qilmay qo'ydik. Chat qilishdi menejerlar klientlar bilan. Chatga meni qo'shishni boshlashdi. Men ularga yo'q, mana bu chatda bilmayman ham nima bo'layotganini. O'zlari 100 ta предложениялар tashlab o'sha yerda gaplashaveradi, o'zlari zoomlar qilishaveradi, o'zlari gaplashadi. Просто men u chatda borman. Oxirida ha deganda meni отмечать qiladi-da, u menejer. Barno, согласуйте, пожалуйста, deydi. Doq qarayman-da, zo'r bo'ladi deyman. Bo'ldi, shu bilan o'sha сделка bo'ladi. То есть, mumkinmi chiqish? Mumkin. Siz ham agar xohlasangiz, mana nechta optavikingiz bor? Sanog'i yo'q, ko'p. Voy. 200 ta ko'ynak sotsangiz oyiga. Sanog'i yo'q degani 98 tami, 99 tami, 97 tami. 1099 tami, nechtadir bor-ku. Yo'q, sanamaganman-da uni. Sanamaganman. Sanamaganman-da. Sanog'i yo'q. Joyimiz bozorda bo'lganligi uchun, anaqa do'konimiz bozorda bo'lgani uchun kirgan klientni ushlab qolish sotuvchini vazifasiga kiradi. Xohlasa mendan oladi, xohlasa undan oladi. Bir muddat menga klient bo'ladi. Tovarim, mahsulotim yaxshi bo'lsa, bir muddatdan keyin yana ketadi, kimgadir klient bo'ladi. Men ikkita zo'r sotuvchini 8 oydan uyog'iga ishlolmaydi. Yoki men talabim kuchayib ketadi, yoki ular o'zidan ketib qoladi, nimadir bo'ladi. Maksimum zo'r o'rgatganim qilib ko'rdim shunaqa. Sotishni ularga berib, men yordamchim, sizlar gaplashinglar. Zo'r anaqa qiladi, yonimda yuradi, men rolda bo'lsam yoki zanit bo'lsam deb u qizlarni zo'r tayyorlayman. Nimadir sababini o'zlari biladi, men bilmayman, nimadir bo'ladi, ketib qoladi. Qayerga ketadi? Konkurentgami yo o'zi qilishni boshlaydi? Konkurentga o'zi qila olmaydi, anaqa. Konkurentga ketadi yoki meni qadriyatlarimga mos bo'lmagan harakatlar bilan boshlaydi. Masalan, misol uchun oxirgi ketgan qizim, oxirgi javobini bergan qizim, meni konkurentimni reklamaga ko'ynagini kiyib bergani uchun, конечно. Da. Menga yoqmadi uni anaqa postupkasi. Uni men nimamni yuzi qilib tayyorlab, oxirgi udar mana shu bo'ldi-da. Men ozgina shoshib qoldim keyin. Birini qilsam, ikkinchisini qilsam, keyingi ikkinchi uni yordamchisi bor edi. Uni ham zo'r tayyorlab kelaman.
xarakterimi bilmayman, xarakteri yaxshi bo'ladi-da, keyin yana o'zgarib qoladi. Bugun настроенияsi bo'lsa sotadi, bo'lmasa yo'q, majbur men o'zim chiqishga Motivatsiya qanaqa berasiz ularga? zo'r beraman. Qanaqa berasiz? Oylik? Oylik ham, Fiksmi? gap bilan ham, anaqa ham, Gap kerak emas, fiks berasizmi? Da. Bo'ldimi, Ishini protsent bermaysizmi? beraman. zo'r Da, deganda so'z umumiy so'zda aytib bersangiz sonlarda. Zo'r, mana atrof muhitdan bir baravar oshig'ini beraman. Yonimizdagilardan bir baravar oshig'ini beraman. Biznes ichida, mani biznesimni ichida, misol uchun, mana telefonni olasanda, mobilograf ishini ham san qilasan, o'sha pulni ham san olasan deb shunaqa qilaman. Ichida mana oyligidan tashqari pul topishga ham yordam beraman doimda. Sotgan onlayn sotsang buncha beraman, offlaynga mana buncha beraman. Oyligidan tashqari mobilograflik kanal, Instagram, Telegram yurg'izganing uchun mana buncha beraman deyman. Boshida 1-2 oy zo'r bo'ladi. Keyin yana o'sha eski holatiga qaytadi. Keyin qilsa ham qilmasa ham to'lashni boshlaysiz? Keyin to'lamadim. Oxirgi 1 oyda To'lamasangiz arazlaydi o'sha bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Chunki o'rgatib qo'ydingiz, qilsa qilmasa to'lab. Xo'p, boya aytdingizki, Оборотlarini so'rayman. hozir har 8 oyda dedingizmi, qanchadadir yoqmay qoladi. Ketib menga emas, o'zi ketib nimadir sabab bilan yo menga primer menga Xafa bo'ladi. yo'q, yoki menga gap qaytarish boshlaydi, menga yoqmaydi u, o'zini men bilan baravar ko'rib qoladi, yoki xafa bo'ladi, yo xarakteri shakllanadi demoqchiman. To'xtang, odamlarda ko'pincha xarakter shakllanmaydi. Ko'pincha siz yaqin tutib olmaysizmi ularni? Shunaqa qilaman. Siz buzasiz-da. Birinchidan bular yaqin tutib olsalar Qarang, kerak. bitta narsada agar bir xil qaytarilaversa, masalan, boshida kelganda normalniy, keyin yarim yil, 1 yildan keyin o'zgaraversa, har doim odamlar har xil bo'ladi, lekin nima deydi? Atrof muhit bir xil bo'lsa, ular baribir o'zgaraveradi o'sha tarafga. Siz yaqin tutib, u bilan o'rtoq bo'layotgan bo'lsangiz, ular ham yaqin tutib olib, keyin o'zi qo'yib yuborishadi. O'rtoqga bemalol hamma narsa gapirish mumkin. O'rtoq bu boshli emas. Bo'lishi mumkinmi shunaqa yo'q? Da, to'g'ri aytasiz. Nimaga unaqa qilasiz? O'zi savolda. O'zi uchtagina odamda bozorda birga ovqatlanishadi, birga turishadi, birga Men gaplashadi. 100% bo'lmayman. Hamma dardini birga gap boraman. absurdatsiya qilishadi. Shuning uchun уже o'rtoq. Ko'pincha bilasizmi, kim bunaqa qiladi? Masalan, sotuvchi olayotganda sotuvchi qilishi mumkin. Chunki sotuvchi men qaytarib boshqatdan yangi odam olishim mumkin deydi. Ras mumkinmi? Demak, ketsa ketdi, 1 yildan keyin bo'lsa ham ketsa ketdi, yana yangisini olaman. Unaqa qo'rqinchli emas degani. Sizdan ketishi sababi, agar siz masalan ketmaganlar bormi? Eng ko'p ishlagan asosiy tikuvchilarim bor. Asosiy tikuvchilar. sexdagilar bor. Ya'ni sexdagilar bilan Sexdagilar norm. Bilasizmi nimaga sexdagilar ketmaydi? Ayting. Bu psixologik faktor. Chunki siz sexdagilar ishini qila olmaysiz. Sexdagilarni qadrlaysiz ishini. Chunki u ish siz uchun qiyin ish. Sotuvchining ishi siz uchun oson ish. Sotuvchini siz mana o'z psixologiya shunaqa ishlaydi. Sotishni yaxshi biladigan odam sotuvchini qadrlamaydi. Marketingga yaxshi tushunadigan odam marketologdan har doim davolniy bo'lmaydi. Har doim marketologga hech balon tushunmaydi deb mensimaydi. Finansni yaxshi tushunadigan odam finansistlarni yo'q bo'lmaydi deydi. Tushunyapsizmi? Masalan, men любой finansistni boshdan suv o'girib ichaman, chunki men вообще tushunmayman. Bular finansistni mensimaydi uncha bunchasini. Lekin men sotuvchilarni mensimayman. Chunki men bilaman, u sotuvchini har doim almashtirib olaman, tayinlab olaman, topib olaman. Bu oson. Nimaga? Biz o'zimiz bilgan narsa biz uchun oson. O'shaning uchun sizda именно sotuvchilar turmaydi, chunki siz o'zingiz yaxshi sotuvchisiz. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingizni o'stirish niyatingiz bo'lsa, lekin nima instrumentlar bilan, qanaqa yo'llar bilan, qaysi odamlar bilan o'stirishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizani karra o'sish degan tadbirkorlar uchun transformatsion kursimizni 4-sezoni boshlanadi. 1 aprel kuni 4-karra o'sishni boshlaymiz.
tez biletlarni olishga, joylarni egallashga ulguringlar, chunki hozir eng sizlar uchun arzon va eng yaxshi narx bo'ladi. Qancha oldin olsanglar, shuncha arzon olasizlar. Havolaga o'tib, hamma qolgan informatsiyani bilsanglar bo'ladi. Karrachi shogirdlarimizdan realniy keyslarni olib, realniy natijalarni so'rasanglar bo'ladi. Anaqa ham ishlata olmayman, o'sha marketolog, targetologlarni ham ishlata Chunki olmayman. o'zingiz o'sha yerda ham qilyapsiz, o'zingiz. O'zingiz qilyapsizmi hozir? O'shaning uchun. O'ziga yoqyaptimi yo'q? Charchab qolman. Yo'q, charchash u boshqa gap. Agar bitta shu ishingiz bo'lganda qilarmidingiz charchamasdan? Qaysini? Marketologlikni. Yo'q. Instagram. Yo'q, majbur bo'lganim uchun qilaman. Nechtasini almashtirdingiz? Chunki ikkita. Ularni nimasiga, qonun qoidasiga nima qilgim kelmaydi. Может bu xarakter bo'lishi ham mumkin. Ularni nimalariga bo'ysungim kelmaydi. O'zimnikini ular bilan kelisha olmaymiz kelgan. Nima masalan? Misolda ayting, ular sizga mana qilish kerak dedi, siz yo'q, unaqa emas, mana qilish kerak dedi. Misol uchun anaqa postlarni yoki nimadir menga misol uchun mana bu bitta ikkita gaplar yoqmaydi. Mana bu ko'nglingni gapirib chiqing, siz chiqing deyapti. Trendoviy yoki u menga yoqmaydi u narsani aytish, trend yoki ne trend, hammani o'zini trend yo'q, mana shu gap hozir trendda. Men sizga aytaymi, menga ham yoqmaydi. Lekin agar shu post axvat bersa, maqsadga bog'liq. Maqsadingiz nima? Pul ishlash bo'lsa, maqsadingiz axvatni oshirish bo'lsa, подписчикni oshirish bo'lsa, o'shalar aytganini qiling. Menga ham yoqmaydi, trend ne trend, aytaman-ku. Siz nima aytmaysiz? Menga yoqadi deb o'ylayapsizmi? Menga ham yoqmaydi. Lekin agar ssenariysi yoqmaydi. Lekin men unga maqsadni qo'ygan bo'lsam, menga shunaqa axvat, shunaqa shuncha подписчик olib kelib ber desam, aytganini qilishim kerak. Agar aytganini qilmasam, u aytadi, bo'lmasam mendan olib tashlab bo'ynimdan javobgarlikni qilib beraveraman aytganingni sani deydi. O'shaning uchun siz bilan chunki siz unga aytasiz, yo'q, menga mana shuncha подписчик olib kelishing kerak deysiz-da. Shuncha menga lead olib kelishing kerak deysiz-da. Lekin u qilaman degan ishga siz ruxsat bermaysiz. Savol, To'g'rimi yo'q? marketologni kim oldi? Kim oldi? Ha. O'zim boshliq, o'zim O'zingiz. Endi savol, marketolog noto'g'ri bo'lsa, yomon demaysiz. Noto'g'ri ish tutayotgan bo'lsa, kim aybdor? Menmi? Yo'q, bilmadim. Sizdan so'rayapman. Yo'q, men tanlaganman u marketologni. Yo'q, boshida zo'r bo'ladi hammasi, keyin meni talablarimga javob bermaydi. O'zim qilib o'rganib qolganim uchunmi yoki misolda boshida zo'r bo'ladi deganda, u sizdan cho'chib turadi. Yana bir marta aytyapman. Aytganingizni qilib turadi boshida, xo'p deb turadi boshida. Keyin o'rtoq bo'lganingizdan keyin ochuvchasiga yetganda zo'r emas bo'lib qoladi. U marketolog o'rtog'im bo'lmagan, sotuvchi, model, mana brendimni yuzida bittasini tayyorlayapman, noldan qilib tayyorlayapman. 2 marta ham shunaqa bo'ldi. U yanachi klient 5-6 ta klientni ham olib ketadi o'zi bilan. Ketganda 5-6 ta klientni ham olib ketadi. Agar u brendingiz yuzi bo'lsa, конечно, olib ketadi. Men anaqa o'zim qo'llagan yo'limni unga ham o'rgataman. Klientlar bilan yaqin munosabatda bo'l, anaqa qil, u yaqin bo'lib ketadi-da, qo'shib bilan ham olib ketadi. Bu normalniy, bunga xafa bo'lmang. Yo'q, hozir yo'q, oldin bo'lgan. Oldin bo'lgan? Hozir yo'q. Qayerga yo'qolishdi? O'zim xohlamaganim uchun yo'qoldi. Qanaqa mana bu ishchilaringizni qiz o'rtoq qilib olmaysizmi? Yo'q. Yo'q? Yo'q, unaqa emas. Distansiyada bo'laman, ham yaxshi rahbar. Yo'q. Qattiq qo'lmasman. Yaxshi gaplashaman ular bilan. Oilaviy muammolarni ham sal so'rab, anaqa qilib gaplashaman, oyliklarini vaqtida beraman. Unaqa kirishib ketmayman. Sizda hammasi ayollarmi? Ayollar, ha, erkaklar yo'q. Qanaqa оборот qilyapsiz? Yaxshi. Yillik. Yillik yaxshi, 2 milliarddan oshiq. 2 milliarddan oshiq bu qancha dollarda? 1,5 bo'ladi где-то. 1,5. 150. Necha soat ishlaysiz kuniga? Men o'zimni Svobodniy grafikda meniki. Tushundim. Lekin borsam mazza qilaman. Ish unadi. Necha soat ishlayman? Zo'r o'sadigan biznes ekan. To'xtang. Necha soat ishlaysiz? Necha soat ishlayman? Nechida borasiz, nechida qaytasiz? Hop, ayting. Kayfiyatimga qarab-da, anaqa emas, soat emas. 8 soat, 6 soat, gohida 10 gacha ishlayman, gohida ko'pincha 8 soat deylik. Hop, oila.
oila. Ha, bu nimaga men so'rayapman, men tushunishim kerakda. Qayerdan siz masalan aytyapsiz-da, men ishimni bermoqchiman, qayerga ketkazasiz u vaqtda ishingizni berishga men tushunib olishim kerak. Haqiqatan sizda bunaqa potrебность bormi yoki kimnidir ko'chada aytyaptimi sizga? Yo'q, bermoqchiman demadim. Yordamchi bo'lsa, yana ham yaxshi, menga osonroq bo'ladi. Ajrashganman. O'g'lim частный maktabga boradi, ertalabdan kechgacha. Men ertalabdan kechgacha ishlaman. Ish bilan zanitman. Ha. Ish sizni hobbi. Bog'lagan. Ham hobbim, ham bog'lab qo'ygan. Hech qayerga bora olmayman. Ishimni voz kechkim kelmaydi-da, bora olmayman. Misol uchun ishingizni yaxshi ko'rasiz, rosa yaxshi ko'raman-da. Zo'r. Yaqinda Xitoyga bordim. Endi ikkinchi savolim bor. Bu ikkinchi raziyada ekanda ishingizda aka. Hop, aha. Yana bitta ikkinchi savolim. Endi ishim yaxshi ko'rganim uchun trendda yurib zo'r ko'ylak chiqaraman. Og'riqli nuqtam bu meni. Konkurentlarimizda mendan arzonrog'i paydo bo'ladi. 3 kun ham o'tmay, meni savdamga ta'sir qiladi. Hamma ham mendan ola olmaydi. U ko'ylaklar misol uchun bozorda yangilik chiqaraman. Xo'p. Uni men ko'rsatmasam iloji yo'q. Ko'rsatsam xafa bo'laman. Anaqa meni ko'ylagimni kopiyasi tarqab ketdi deb. Menda maksimal darajada o'rtada, narx o'rtada, unaqa qimmat emas, arzon ham emas, sifatli, zo'r, hamyonbop. Qanaqa o'rtacha narx? Hamyonbop, yaxshi. 400 dan 500-700 dollargacha bitta ko'ylak. O'shanga uni qizg'onaman-da, Xitoyga bordim yaqinda. O'zim uchun olib kelaman, deb yurib, o'zim uchun olib kelaman deb, u o'zi men uchun ikkinchi biznesga aylanib ketdi. Umuman bu biznes to'xtadi. Men gipyur bilan o'ra bo'lgungacha bu hammasi oyoq qo'li bog'lanib qoldi. Qizlarni sexda nima chiqaraylik, nima qilaylik, qanaqa deb tovar kelmayapti, dizayn chiqmayapti, yangiliklar to'xtab qoldi-da bular. Mayli borini tikib turaveringlar, kelib tekshirib olman. Men mazza qilmaydigan ko'ylaklar emas-da. Men mazza qilmagandan keyin uni klientga mazza qilib tavsiya qila olmayman-da men. U ostatka hisoblanadi men uchun bu tovar. O'shaning uchun Bo'shim Xitoyga ketdingiz, bu biznesingiz to'xtadi. To'xtadi, bir haftada to'xtadi biznes. Men uchun ostatka bo'lgan tovarlar chiqdi. Gipyur olib kelishdan voz kechdim keyin. U hamma o'zini ishini qiladi. Qancha gipyur olib kelish вообще qiyin ish emas. Unga как раз taки kerak bo'lsa zakupshik olishingiz mumkin, lekin u ham dit kerak-da unga ham. O't iminni o'sha biznesga kirib qolgansiz. Voy xudo. Bu biznesga kirgan. Hobbi bo'lib kirgan. Pulim chiqib ketyapti, biznes ko'paytirib oshirish. Undan oldin o'qiganman, Inyazda o'qiganman, angliskiyda, magistratura Singapurda o'qiganman. Karantindan keyin edi. Karantindan keyin edi. Keyin Turkiyada aylanib yurib, material do'konga kirganman-da, ko'plab anaqa olganman. Material olganman. Nol bo'lgan, umuman anaqam bo'lmagan, borib tiktiraman. Sotishni ham o'ylamaganman, tiktiraman, nimadir qilaman-da. Keyin shahar ichidan prokatim bor edi, u yoqmadi menga. Nimaga yoqmadi? Bir oyda 3 ta 4 ta оборот yoqmadi menga. Ko'proq sotishga qaror qildim-da, bozorga o'tib ketdim keyin. Kirgandan yaxshi kutib olib, bozorda yaxshi anaqa. O'z o'rniga ega anaqaman. O'zingiz sotuvchi ekansiz, xo'p. Sotuvchi и tadbirkor. Tushundim. E01 biznesni boshlovchi, просто bir 9 yo'q yonlarda. Yana bir marta. Nima ish qilasiz agar o'sha siz xohlagan odamdan topsangiz, ayting. Nima ish bilan shug'ullanasiz o'zingiz? Kelmoqchi edilar-yu. Mana masalan 1 yil o'tdi-da, nimadir o'zgardi sizni korxonangizda, siz bekorchi bo'lib qoldingiz. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Uni o'ylab ko'rmagan ekanman. O'ylamagunizcha ish o'zgarmaydi-da. Do'konda o'tirishni yaxshi ko'raman. Klientlar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. Faqat do'konda o'tirarmidingiz? Do'koningiz qayerda? Ipodromda. Hozir necha soat o'tirasiz do'konda? Bir borib kelaman, 1 soatga, lekin обязательно bir kunda bir mahal borib kelaman. 1 soatga borib, qolgan payt qayerda o'tirasiz? Sexda bo'laman. Sex qayerda? Tepada yashayman, pastda sex. Necha soat yo'lga ketadi? 15 minut yo'lga ketadi borishga. Tepada yashayman deganingiz? Yo'q, mana tepada novostroyka, pastida sex qilganman, tepasini anaqa. U uyda domda yashayman, past katta.
250 kvadrat metr sex. Bitta ipodromda faqat tochkangiz bormi? Ha. Onlayn sotuv ham rosa ko'p, lekin Instagramdan, Telegramdan, asosan telefonda Nima o'tirib, sexga kelasiz? dizayn tekshiraman, ko'ylaklarning sifatini o'zim tekshirib, yaxshi bo'lsa keyin sotuvga olib Sex chiqaman. ham uylarni yonlarida. Yo'q, tushundim. Bu ham yoqar ekan, bu ham yoqar ekan. Misol uchun mana hozir men sexda o'tirsam-da, tovarni kimdir olib kelsa, u yoqadi menga. Aha. Yoqadi, tovarni tanlab aytganlarimni. Hozir lekin yo'lga qo'ydim, shu tovar oluvchilarim bilan ular dostavka qilib borishadi. Tovar deganda material chimamiz? Material, uni mayda chudalar ham rosa ko'p. Kerakli mahsulotlar ko'p. Men Xitoyga chiqmaganligim sababli bozordan, men bu optimchilardan, ular ham optimchi, ulardan olaman-da. Tak. Skladim yo'q. Skladim bor Gipyurga. Faqat men bu Astatka Gipyur deyilgan, o'shanda bor skladim. O'shani men har 2 kunda olib kelishga majburman. Qanchada оборотingiz o'tgan yili, bu yil qancha bu? O'tgan yil bilan undan oldingi yilni ayting. Zakup deganda mana shu yerdagi bozorni aytyapsizmi? O'zbekistondagi bozordan zakup aytyapsizmi hozir? Оборотingiz qanaqa o'sdi? 24, Juda ham zo'r o'sdi. 25. Ayting menga. Yo'q, zo'r. Birinchisi, ikkinchi yil yaxshi bo'lmagan. Keyin bu yil 2025-yil juda ham sezilarli darajada. Yo'q, qancha? Mana 2024 qancha? 25 qancha ayting? Sonda bor. Sonda yo'q, bilmayman. Bilmayman rostdan. No, masalan, bo'pti donada. Oru joyingizni pakat topolmayapman. Donada ayting. Donada bor. 80 ta bo'lsa, 250 gacha, 300 gacha chiqdi. Kunlik sotuv X3 qilishdi-da. X3 qilishdi. Zo'r. Bu yil nima qilmoqchisiz? Bu yil yashamoqchiman. Yo'q, tushundim. Yo'q, demoqchiman, o'zimga vaqt kam qolyapti-da, anaqa, nima edi, miyam umuman kechasi ham tinch turmaydi, ana Gipyur nima dizayn, u bu sotuv. Yomonmi bu, yaxshimi? Fizически charchamayapman, moralniy charchamayapman, to'g'risini aytsam. Birinchi agar Qachon dam olishga bordingiz oxirgi marta? Xitoyga borganimda ish bilan bordim. O'g'lingiz bilan dam olmadingiz. Endi martda xudo xolasa. birinchi topshirish kerak bo'lgan ish qaysi, sizga yoqmayotgan ish bormi, yo'qmi? O'zingiz hozir qilayotgan. Yo'q, misol uchun mana dizayner olmoqchiman. Hop, Kelib ketadiganlar rosa ko'p menda. kelib ketadigan dizaynerlar? Ha, mana e'lon beraman, o'sha kerakli joylarga e'lon beraman, dizaynerlar keladi. Kelisha olmaymiz. Men xohlagan narsani bermaydi yoki men tezlik xohlayman yoki misol uchun bugun bitta dizaynni o'yladimmi, ertaga chiqarishim kerak o'shani обязательно bozordagi o'rnim mana shu deb o'ylayman. Mana bir anaqada oldinroq Tez bo'lish. tez bo'lishini xohlayman. Ularni menga sekinligi ham menda juda ham anaqa shakllanib ketganmi, tartib intizom 8 mi 8. Hamma narsa tartiblangan. Bugun kechqurun bo'lish kerak o'sha. Yoki gapida turmaydi. Dizaynerlar bular tvorческий odamlar. Bular vaqtida kelishni ham bilishmaydi, aytilgan vaqtga qilishni ham bilishmaydi. Bular shunaqa odamlar, endi nima qilasiz? Dizaynerlar shunaqa. O'shaning uchun ishlolmaydi men bilan. Nima qildik? Mana kun bo'yi deyman, ham ikkinchi anaqaman. Yaxshi o'zimga yoqadigan tarafi, misol uchun 100 ta ishini 20 ta odamga bo'lib beraman-da. Iltimos, pulni sizlar topinglar. Men bu odam sonini ko'paytirmaylik-da. Kam ishchi bo'lsin, ishinglar o'nsin. Men bu yuradigan odam kerak emas, ishi olmaydigan odam kerak emas. 20 ta odam. Nechta pul topasiz o'zingiz? Yaxshi topsam kerak, bilmayman. Zo'r, yaxshi so'zlarni olib tashlaylik hozir. 15 ming topsam 15 ming topsangiz kerak. Bilmaysiz qanchalik? Bilmayman. Qayerqa ishlatasiz? Ishlatishga, yashashga vaqtlari yo'q, ishlatmaylar. O'shancha so'rayapman. Ishlatmasangiz Yilli ichalli bo'ldi. Eto u ham uy sex boradigan joylari. Ishxona, bozor. Xo'p, oxirgi marta qachon kasal Некогда bo'ldingiz? жить. Kasal? Temperaturami qanaqa bo'lmaysa? Qoyil. Bilasizmi nimaga bo'lmaysiz? Chunki vaqtingiz yo'q bo'lishi. Vaqtda zayn etmanda. Organizm mumkin emas bizga deydi-da. Organizm menga xos kasal, lekinchi bilasizmi, bu baribir olyapti-da sizdan anaqani. Qarzga olyapsiz. Qarzga olyapsiz. Qarzga olyapsiz organizmingizdan. O'sha nima dumalab qilasiz qoladi bir deganga, gapingiz bo'ldi, uzr. Nima qilasiz deganga hozir kelib qoldi, yashamoqchiman dedim-u. Ayolga o'xshab yashamoqchiman-da. Men bu hozir men robotga aylanib qolganman deb o'ylayman o'zimni.
mana bugun ham hozir ham To'g'ri bitta man o'ylaysiz. kechgacha voy hayolim ishxonada buni kelib ko'rishingiz kerak. Qanaqa buni- razborga keldingiz siz shuni ayting menga. Bir kuni. Nimaga? Yo kelib boraman, o'qishlarga boraman. Borasizmi? O'qishlarga, psixologiyada o'qiyman, boraman. Psixologiyaga o'qisangiz, nimaga odamlar bilan psixologiyasini kelishib Endi- ishlamayapsiz? Hammani kontrol qilib bo'lmaydi, hamma alohida Kontrolyor yaratilgan. Hammani miyasini kontrol qila olmayman-da ichki anaqasini. Bitta savol sizga bersam maylimi? Men bu she'riy sizga kerak desam olarmidingiz yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Olmaylik ko'rinib Ha, turibdi. ikkinchi Ular kontrol savol. qila olmaylik she'riy. Sizga erkak she'riy kerak desamchi? Unda ham yo'q. Nimaga? Bilmayman. Nimaga xo'jayingiz bilan ajrashgansiz desam javob bera olasizmi yo'qmi hozir? Xarakterim bo'lsa kerak. Nima to'g'ri kelmagan? Anaqa bo'ysunmasligim bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sizgami? Yo'q, men hech kimga. Bo'ysunmasligim men hech kimga. To'g'ri. To'g'ri. Men To'g'ri. hech Bo'lishi kimga. mumkin. Sizni aytyapman o'sha o'sish.is Yo zo'r tadbirkorlik uchun, biznes uchun bu zo'r. Bu zo'r, Biznes uchun bu lekin- prosta zo'r. o'sish nuqta Buldozersiz. sizga Bosib ketasiz hammani. sizga qattiq masalan ishonadigan masalan gapirganda ishonadigan she'riy kerak. Ayolmi erkakmi men bilmadim. Lekin 100% siz ham juda ham kuchli nima deydi dominant. Kichkina she'riy kerak bularga, kichkina she'riy. Kichkina bo'lsa ham, lekin siz gapiga quloq soladigan she'riy kerak. Men ham xohlayman shuni. Siz hurmat qiladigan, lekin siz kichkina she'riy, masalan, sizda 90 bo'lsin, unda 10 bo'lsin yoki unda 15 bo'lsin, sizda 85 bo'lsin, lekin sizni hamma men bu Bizda gap bor. Ikkinchi- 01 bilan 19 odamlar. 01 bu tadbirkor, hozir javob tez hal qiluvchi. Buldozer. 09 bu 19 bu hamma joyi taxlovchi, mana shu biznesni tizimlashtiradi, odamlar bilan gaplashadi, nima deydi, kompaniyani qurish bo'yicha. Sizda unaqa odam siz bilan ishlashga qiynaladi. Lekin agar siz xarakteringizni o'shanga moslashtirsangiz, shunaqa odam topilsa, o'shanda siz yengil tortasiz. Nima deydi, chetdan qaraganda haqiqatan siz kuchlisiz, siz bilan ishlashga odamlar tayyor emas bo'lishi mumkin. Lekin kuchli tizimlashtiruvchi 19lar ko'p. Ularni topish kerak. Именно biznesingizga topish kerak shunaqa odam. Bizda hozir men просто sizni kopiyasini ko'ryapman. Unchalik darajada emas u, lekin o'sha 19 bor odamlar tez rivojlanyapti. Bizning bitta shogirdimiz bor. Lekin sizchalik anaqa emas u ayol. Lekin dizayner, modani juda yaxshi tushunadi, yaxshi ko'radi, hech kimga ishonmaydi, savdoni yaxshi ko'radi, zakupni yaxshi ko'radi, o'zi kolleksiyalarni olib keladi, lekin u qizi, u ayoli sheriylari ham bor. Ular 50 she'riy. She'riylari чисто ekan. 19. Bizning shogirdimiz уже 2 yil, 3 yil bo'ladi yaqinda. Mastermindimizda ular уже necha barobar oshishyapti, o'sishyapti. O'ta bitta odam javob beradi produktga, masalan, sizga o'xshagan odam. Bitta odam, ikkinchi odam javob beradi administratsiyaga. Magazinlar ochishga, bilmayman, odamlarni olib kelishga, o'sha Instagramni axvatini oshirishga kerak bo'lsa, ichini siz to'ldirasiz, lekin sizga targetologlarni, marketologlarni organizatsiyasini ikkinchi she'riy qilib beradi. Agar sizga 50 kerak emas, ular boshidan boshlashgan. Yo'q, unaqa emas. Bo'lsa olardim emas. Men savol hozir boshqacha. Men qanaqa o'zgarishim kerak? Mendan chiqayotgan energiya qanaqa bo'lishi kerak, чтобы odamlar men bilan ishlashni xohladi. O'zgartira olmadim. Borimcha qabul qildim keyin o'zimni. Yo'q, qabul qilishingiz kerak borishchi. Boringiz yaxshi. O'zgartira olmadim-da. Kerak emas o'zgarish. U nima deydi? Hamma narsa o'zgartirish nima deydi? Men shunaqa odamman, men o'zgartira olmayman demas. Siz xarakteringizni o'zgartirish kerak emas. Siz nima deydi? Energiya bu yerda
kerak bo'lsa bunaqa ham bo'la olaman, kerak bo'lsa bunaqa ham, lekin buni ishlatishni bilish kerak. Bu nima deydi, unaqa oson narsa emas, faqat narxiga bog'liq. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingizni o'stirish niyatingiz bo'lsa, savollaringizni kimga berishni bilmasangiz, sizga bir o'rgatadigan, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan odamga muhtoj bo'lsangiz, bizani Sherzod aka bilan yopiq Telegram kanalimiz bor. U kanalda har hafta 2 marta Sherzod aka va Barnopelar bilan savol-javob bo'ladi. Savollaringizni kechasi bilan uxlolmaydigan, sizni qiynaydigan savollaringizni shaxsiyat to'g'risida, biznes to'g'risida, jamoat to'g'risida, sherikchilik to'g'risida sizni savollaringizga o'sha yerda javob olishingiz mumkin. Hammanglarni Masshtab Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Buning uchun Toshkentga kelish kerak emas, vaqt ajratish kerak emas. Bu Telegram kanal har doim biz onlaynmiz, savollaringizga javob beramiz. Havoladan o'tib Telegram kanalimizga qo'shilinglar. Qachon siz o'zingiz kelishingiz mumkin? Hozir so'radim, qachon oxirgi marta kasal bo'ldingiz deb. Nimaga so'radim? Chunki bu ishlayversangiz, qarzga o'rasiz-ku, energiyadan, anaqadan, tanadan. Qattiq kasal bo'lib qolsa, men hamma narsaga roziman deb qolishingiz mumkin. Bu narsani olib kelmasin, avvalambor bo'lmasin bunaqa, lekin chetga qarab turib, agar shunaqa siz uchun bunaqa primerli misol, Men aytaman kim? Zamira. yo'q, shunaqa primerli siz uchun agar nima deydi, ko'rganingizda mana shunaqa kompaniya bo'lgim kelyapti, mana bunaqa kompaniya bo'lgim kelyapti, mana bunaqa kompaniya bo'lgim kelyapti deb o'sha ikkita odam sherik bo'lib turib tez o'sayotganini, unaqa qattiq charchamasdan nima deydi, organishni o'sayotganini ko'rsangiz, o'shanda yoqsa, o'shanda faqat sezishingiz mumkin. Kuzatganman. Xo'p, aytib bering, kim kuzatganman atrofimizda kim qanaqa ishlayapti deb. Ular hammasi oilaviy biznes, er-xotin, aka-uka, anaqa. Endi menda yo'q. Shart emas. Bo'lmaydi. Yo'q, ular mana Bunaqa eri odam. nimadir qiladi, xotini sodada o'tiradi, ular anaqa ukasi tovar tashiydi, bunisi nima qiladi? Shart emas, unaqa bo'lishi shart To'g'ri, emas. agar siz o'zingiz uchun men faqat bunaqa bizneslar faqat oilaviy bo'ladi desangiz, yo'lingizni yopasiz. Agar bor shunaqa odamlar, faqat qidirishim kerak, chiqadi shunaqa deb o'zingizga yo'lingizni ochsangiz, topiladi. Sizni keyingi o'sish nuqtangiz imенно psixologiyada. Qo'yib bersangiz, bunaqa odam bor ko'chada. O'qiyman lekin Ko'p o'qiysiz, lekin ishlatmas ekansiz. qaysarman-da. Qarang, men ham qaysarman. Ko'p joylaringiz menga rosa o'xshirkan. Rahmat. Lekin bitta отличие bor. Menimcha moslasha olmayman, adasman. Yo'q, bu qaysarlikka bog'liq emas, bu bilasizmi nimaga bog'liq? Menga kerak, qanchalik bu menga kerak emasga bog'liq. Rus tilida ценность deyiladi. Qadriyat. Qadriyatlarga juda qattiq bog'liq. Qadriyatdan kelib chiqadi bizani hamma потребностьlarimiz, bizga kerakli narsalar. Agar qadriyatimizni nima deydi, faqat masalan oila bo'lsa, oilaga vaqt ajratish kerak bo'ladigan bo'lsa, sog'liq bo'lsa, qadriyatni faqat biznes emas, faqat anaqa emas, nima deydi, qadriyat qanaqa qilib bilsa bo'ladi bizani qadriyatimizni qanaqaligini. Bizga nimadir yoqmayotgan bo'lsa, kimdadir yoqmayotgan bo'lsa, nimaga yoqmayapti deb savol beradigan bo'lsa, bizani qadriyatimizga to'g'ri kelmayotgan bo'ladi. Ko'p shunaqa bo'ladi menda. O'shaning uchun birinchi bo'lib siz o'zingizni qadriyatlaringizni tushunishingiz kerak. Nima meni qadriyatlarim? Qadriyat shunaqa narsaki, o'zgaruvchan narsa. Yillar o'tishi bilan qadriyatlar ham o'zgaradi. Bilasizmi qachon o'zgaradi? Kasal bo'lib qolsangiz, qadriyatingizga birinchi sog'liq chiqadi. O'shani qilish kerak emas-da. O'sha paytgacha o'zingizga vaqt ajratib, taningizni ham ozgina dam oldirishingiz kerak. Unaqalar qilaman, lekin xullas, sizda hozir o'sish nuqtangiz, uchinchisi ham sherik topish bor. Yo'q, ikkitasi, birinchisi sherik topish. Sherik demay qo'rqib ketishyapti bular. Sherik emas. Ishchi, u odamga siz foydadan foiz berasiz. Lekin u odam sizni
hamma sizga yoqmaydigan nima deydi vaqtingizni tejaydi. Bitta shart borda, u Faqat odamni qadriyati siz, zo'r odam bo'lishi kerak. hurmat qilishingiz kerak. Albatta, eshitish uchun. Eshitishingiz kerak. Eshitish uchun u odamni hurmat qilishingiz kerak. U odamni qarorlari bilan bir xillada ko'pincha Rozi bo'lish kerak. U odamga Yoqmasa xato qilishga ruxsat berish kerak. Nimaga she'riy deyapman? Chunki she'riy bilan ishchini farqi bizni yo'q unaqa emas deb bemalol gaplasha olmaymiz. Uni ham quloq solishimiz kerak. Shu ma'noda men she'riy deyapman. Agar siz ishchilarni olursangiz, sizni juda ham energiyangiz baland bosib qo'yaverasiz. Tushunyapsizmi? dominировать qilib ularni cho'ktirib yuborasiz-da yoningizdagi odam. ishlarimga bitta o'g'il bolani olib ko'rdim. Bir oyga bormadi-da, u umuman ishini yo'qotib qo'ydi. Endi Men shunaqa ko'tar, tushir, nima qil, yo'q. Yo'q, ko'tar churlarni aytmayapmiz. Siz Bilaman. sizga grushikka aytayotganimiz qarang, yo'q. yana bir marta. Yana savol bo'lmasa, bu narsa o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Ota-onangiz hayotdalarmi? Ha, onam borlar. Ha, onangiz borlar. Adeschi. Siz Adam yo'qlar. kim sizni 10 tarbiyalagan? yoshimda o'lganlar. Onam tarbiya qilgan, onam Onalari xuddi o'zimdekida. kuchli ayollar, adalari 10 yoshlarda o'tib ketganlar. Onalari yolg'iz, kuchli ayol bo'lib, bularni tarbiyalaganlar. Bular o'sha modelni, rolevoy modelni hozir qaytaryaptilar. Qaytaryapsiz hozir. Opa-singlim ham Xohlaysizmi mana shu modelda o'tib ketishni? Yo'q, yana Yo'q bo'lsa ayol bo'lishni o'ylab O'shani ko'ring aytaman. balkim ozgina. Mastermindimizga keling, o'rgatamiz. Женский tarafi bor bizda. Yo'q, gap unda emas, prostachi qarang. Ishmas-da umr, faqat ishmas. O'shaning uchun. Faqat ishmas. Bizda-chi mastermindimizda bitta Zamira degan ayol bor. Va bir razborlarini ko'ring. Razborga kelganlarda hali mastermindda emas edilar. Kelganda aytganlar, to'xtamasdan ishlayman, shanba ham ishlayman, oddiy ham ishlayman, mana shuncha pul topaman. To'g'ri, katta pul topyaptilar. Yaxshi pul topyaptilar. Lekin kruglosutочный ishda-da, o'sha odam boshi faqat ish bilan ovora. Keyin shertga ham aytdilar-ki, Zamira uchta bolangiz bor ekan. Aytaymi sizga? Keyin ular mastermindga kirdilar. Mastermindga kirdilar deb birinchi ularga qo'yilgan zadaniya nima bo'ldi bilasizmi? Ishdan chiqib dam olishni boshlash. CEO oling bo'ldi, o'zi chiqib keting upravleniyadan dedilar. Odam qo'ying, chiqib keting dedilar. Ular aytadilarki, men xafa bo'ldim. Men tushunmadim. Lekin CEOlar qidirib ololmadilar boshda, keyin xo'jayinlari bo'pti deb o'zlari boshladilar. Ishonsangiz, anaqa nima deydi? Organizm charchab ketgan-ku. Poqqatib yiqilib tushdi-da. Prosta tura olmay qoldi o'rinlardan. Kuchlari bo'lmadi, kuchlari bo'lmadi. Keyin lecheniya olishga majbur bo'ldilar. Keyin yarim yil o'zlariga keldilar. Hozir mana yana yaxshi, energiya bor, hamma narsa bor, lekin operatsiyonkadan polni chiqib ketganlar. Xursandlar, kecha eshitsam Dubayga borib kelibdilar bolalarini olib, erlari tortib ketdi biznesni. Xursandlar aytayotdilarki, men даже bilmay ham qoldim, nima savol berishni ham bilmayapman Sherstakaga, chunki biznesda emasman уже почти. Lekin produkt o'zlarida qoldirdilar, produktni. Pullari 2 barobar oshdi, tushunishingiz uchun. Bu kelin ko'ynakda faqat qizlar ishlaganligi uchun erkaklarni ular anaqa qilmaydi. Xotin kishi oling CEO. Xotin kishidan. Xolos atam erkak kishi olsangiz zo'r bo'ladi. Masalan, qizlar kiyimini sotadi, lekin erkak kishi CEO zo'r ishlashadi. CEO navarot ayollarga erkaklar zo'r ishlaydi. Просто siz bunaqa konfiguratsiya modelni ko'rmagansiz. Bunaqa modelni ko'proq ko'rishingiz kerak. Ko'proq ko'rganingizdan keyin balki xohlab qolishingiz mumkin. Menda ham shunaqa bo'lsa deb ko'pincha bizni bilmaymiz-da, nima xohlayapman. Nimaga masalan mashina sotganda yaxshi sotuvchilar nima qiladi? Mashinani chetdan ko'rsatmaydi, ichiga o'tir deydi, hidini ko'r deydi. Keyin yurib ko'r deydi. Yurib ko'rganda men bu qayilayotganda sezib mana men bu agar razvorot qilib tez aylantirsang shinani hidi keladi. Mana bunaqa bo'ladi deb hissiyotlarni ko'rsatadi.
tushunyapsizmi? Yaxshi sotuvchi. Yomon sotuvchi faqat narxini aytadi, olsa qimmat arzonni tekshiradi, hissiyotlarga qattiq ta'sir qilishni o'ylamaydi. Siz agar shunaqa konfiguratsiyada kompaniyalar tez o'sayotganini ko'rsangiz, ichida ozgina yurib ko'rsangiz haqiqatan ayol energiyasini ko'proq kirg'izyapti kompaniyaga, erkak kishi erkak energiyasini ko'proq kirg'izyapti. Kompaniyada ikkala energiya ham bo'lishi kerak, xuddi oiladagi. Lekin uni hammasini o'zi qilish kerak. Masalan, erkak energiya kirg'izish kerak, siz ham erkak energiyasini kirg'izyapsiz, ham ayol energiyasini kirg'izyapsiz. Tushunyapsizmi? O'zingiz ham charchab qolyapsiz shundan. Buni alohida bo'lish kerak hozir. O'g'lingiz yumshoq, yaxshi bolam? Yaxshi xarakterli. Yo sizga o'xshagan to'polonchimi u ham? Shunaqa. To'polonchimi u ham? U ham mana shunaqa boyvoymi? Yaxshi, sindirib qo'ymang. Обычно bunaqa boyvoy oilani bolalari yumshoq bo'lib qolishi. Kurslarda o'qiyman, nimalarda psixologiyada ko'proq o'qiyman. Nimaga borgansiz o'qishga o'tga? Qayerga? Psixologiyaga. O'zi mana shu biznesni boshlagan paytim birga boshlaganman. 4 yil bo'ldi. Kim bilan birga boshlagansiz? Psixologiyani birga boshlaganman. Endi kuchli depressiyada bo'lganman. O'sha biznesni boshlashdan oldin, karantin tugagandan keyin edi. Psixologik mana qalb kasbi degan narsani topib olganman-da, psixologiyadan shu tomoni kasbimligini topib olganman-da, billa o'qiganman. Keyin bitta o'zimga ustoz topgunimgacha hamma joyda o'qidim, bittaga to'xtadim keyin. Yaxshi tushdik bir-birimiz bilan. Hozirgacha ular bilan anaqamiz. Bitta assistentdan boshlasizlar birinchi. To'g'ri, assistentdan по-любому boshlash kerak, lekin men xavotirim assistent 8 oydan keyin ketib qoladi. Ketsin 8 oydan keyin. Yo'q, keyin yana bitta assistent yana 8 oydan keyin ketib qoladi. Birinchi, ikkinchi ketganlari rosa udar bo'lganda, menga ishimga ham ta'sir ko'rsatgan, o'zimni anaqamga ham ta'sir ko'rsatgan, keyingilari boshida shunaqa bo'ladi. Keyingilariga o'sha xafa ham bo'lmay ketasiz. Xafa bo'lmay qo'ydim. Nima qildim men? Faqat yaxshilik qildim, nima qildim deb anaqa bo'lib qolganman. Narsa bo'lmaydi. Qarang, o'smoqchi bo'lsangiz, predательство nima deyiladi? Sotqinlik. Xiyonatlarga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Bu yo'lda qancha tepaga chiqsangiz, shuncha yolg'iz qolishga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Hech narsa bo'lmaydi, bu normalniy. Qancha odamga ko'p yaxshilik qilsangiz, shuncha o'sha odam sizdan ko'proq kutib xafa bo'lish ehtimoli ham baland bo'ladi. Buni ham normalniy qabul qilishingiz kerak. Bu nima deydi? Nimaga bizga bunaqa sinovlar beryapti Alloh? Undan ko'ra shuni o'ylab ko'ring. Nimagadir sizga bu narsa kerak sizning yo'lingizda. Bunga просто psixologiyani tim более o'rganar ekansiz. Yaxshilik bilan qarash kerak. Problema yo'q, bunda hech qanaqa yaxshi. Bu o'sish problemasi. O'shaning uchun siz ayting, "Tak, bu o'sish problemasi, значит, men o'syapman." Okey, yaxshi, bo'ldi, yana keyingisini olib tayyorlayman. Siz qancha yaxshi assistentlarni tayyorlayapsiz, dunyoga beryapsiz, ularning ishi yurishyapti, sizga savob kelyapti, yaxshi xursand bo'ling, bo'ldi. Shu modellarimni qanaqa qilib saqlab qolsam bo'ladi? Mendan boshqaga chiqmasligini. Hozir. Modellaringizga o'zingiz stranitsalar ochib berasiz. Ko'p. 20 tasini oling-da. Sizga model saqlab qolish kerak. Yo'q, mana ko'yning men dizaynni domma. Men sotishim uchun. Ko'yning. Uni saqlay olmaysiz. Zarani kimdir saqlay oladimi? Kolleksiya chiqadi. Rosa xafa bo'laman. Shunaqa depressiyaga tushib qolaman. Birovda men misol uchun menda o'sishi problemasi. Boshqa ilojingiz yo'q. Shuncha bilasizmi nima qilish mumkin? Men sizga o'rgataman. Siz model chiqardingiz-ku? Agar просто faraz qilaylik, agar masalan butun O'zbekiston poylab tursa-da, sizni modelingizni, modelingizni nomi bo'lsa, savol, u modelni qaytarishsa, masalan sizni konkurentlaringiz qaytardi. Modelning nomi nima bo'ladi, ayting? Nomi bormi modelingiz? Hamma modellimi? Ha. Gohida men qo'yaman, gohida brend. Nomi nima bo'ladi? Miamor, meniki Miamor. Masalan, agar Miamor birinchi bo'lib Instagramda sizniki chiqsa, hamma ko'rsa, boshqa tikilganida, masalan, boshqasi kimdir siznikini tikdi, bu modelni nima deyshadi? Otini nima deb o'ylaysiz? Podelka deydi. Boshqacha. Xo'p, to'g'ri, lekin nima deyshadi uni otini? Bu Miamor deyshadi, по-любому.
yo'q uni farqi yo'q. Uni mana Yo'q, brendni o'ziniki qilib sotadi. Agar brendni nomi yo'q bo'lsa, agar sizda birinchi chiqqanini odamlar, biladi uni hamma. kim hamma, nechta odam biladi? Yo'q, oluvchilar mana. Yo'q, oluvchilar emas. Ha. Qarang, oluvchilar emas. Boshqalar oxirgi bilmaydi. klient biladimi Sabab o'shanda men sizga Boshqalar- aytaman. oxirgi klient bilmaydi qarang Eng qattiq защита brendni qo'riqlash eng qattiq narsa bu brendni hamma tanishi. Agar masalan faraz qiling, qanaqa tekshirsa bo'ladi? Masalan, Louis Vuitton sumka chiqardi. Yangi sumka. Savol, qaytarishadimi yo'qmi? qaytarishadi Da. Hamma qaytaradi. Lekin biladigan odamlar bu Louis Vuittonligini biladimi yo'qmi? bilmaydiganlari ham bor Hammasi biladi. yo'q bilmaydigani ham bor Yo'q. подделками Yo'q, emas to'g'ri, lekin Louis Vuitton masalan men nimaga aytyapman sizga? Sizni qo'riqlashingiz faqat mashhur bo'lishingiz Brend boshqa hech narsa nomi emas. Ha. yoki masalan Zara'ni kolleksiyasini men ko'ryapman-ku hamma voy xuddi mana Zara'ni kolleksiyasi deb подделкani bemalol aytishadi bu Zara'ni kolleksiyasini Bu norm Men demoqchiman. anaqa mani tanlaganlarni Xos- kutib yashagim O'shaning kelyapti-da. uchun Ha. qarang, o'shaning uchun agar sizni brendingizni xohlasangiz, именно sizdan kiyinishi. Men me'mori poddelkasini kiymayman deyish kerak. O'zini kiyaman deyish kerak. Ular по-любому sizdan oladi. Agar sizni brendingiz kuchli bo'lsa. Lekin me'mori poddelkasini kiyadiganlar bo'ladimi? Bo'ladi. No, qancha ko'p poddelka kiysa, shuncha ko'p siz mashhur bo'lasiz, tushunyapsizmi? agar siz tadbirkor bo'lsangiz biznesingizni o'stirish niyatingiz bo'lsa lekin nima instrumentlar bilan qanaqa yo'llar bilan qaysi odamlar bilan o'stirishni bilmayotgan bo'lsangiz bizani karra o'sish degan tadbirkorlar uchun transformatsion kursimizni 4-sezoni boshlanadi 1-aprel kuni 4-karra o'sishni boshlaymiz tez biletlarni olishga joylarni egallashga ulguringlar chunki hozir eng sizlar uchun arzon va eng yaxshi narx bo'ladi qancha oldin olsanglar shuncha arzon olasizlar havolaga o'tib hamma qolgan informatsiyani bilsanglar bo'ladi karrachi shogirdlarimizdan realniy keyslarni olib realniy natijalarni so'rasanglar bo'ladi O'sha yo'l bilan o'zi menimcha mana shu darajaga yetdim deb o'ylayman. O'shaning uchun sizni qiladigan ishingiz faqat mashhurlikni oshirish. Nimaga savdoga mana pulni ham yaxshi ko'raman. Yo'q, bu Qizg'onaman-da. bittasini mashhurlikni oshirsangiz savdongiz oshadi siz qo'rqayotgan narsani защита qilib bo'lmaydi. Lekin Bo'lmaydi. nima deydi? Если не можешь противостоять, управляй deydi rus tilida. Agar перевод bir qilib beray narsaga to'xtab turing man perevod qilib beray agar qarshilik ko'rsata olmasang unda anaqani qo'lga O'zing ol o'zing boshla. boshqar o'zing situatsiyani boshqar o'zing nabarot qilishingiz kerak. Siz nomingizni, ko'ylagingizni nomini hammaga mashhur qilib, bu bizani ko'ylagimizni qaytardi deb nabarot ko'rsatish kerak. Nima shunaqa? Bo'ldi, nima qilasiz qo'rqib? Faqat misol uchun siz masalan ularni instagramini sразу olishingiz anaqa qilishingiz mumkin-da sразу aytishingiz mumkin qaranglar mana bu poddelka mana bu poddelka mana bu poddelka nimaga qilolmaysiz mana bizni chiqargan brend Qaytarishmadi. boshida to'xtatib mana chiqargan o'zi kelin qo'yningda bir menimcha 50 ta odam hammasi optoviklar 50 tami 40 tami bor ko'zga ko'ringani bir ko'zga ko'ringani ularni 5 ta men tan olganlarim 5-6 ta deyilgan bitta klient 5-6 ta mana har bitta viloyatda zo'r salonlari bo'ladi o'zini nomi chiqqan meni fokusim ham kichkina ish yurmaganlar emasda zo'r yurg'izib turgan odamlar bilan ishlash anaqa imkon qadar o'shalar bilan ishlashga harakat qilaman ular menga brendimni ancha ko'tarishga yordam beradi vaqti kelsa arzon beraman vaqti kelsa ular bilan zo'r ishlashga harakat qilaman keyin to'xtatib keyin boshqa viloyatdan tumanga o'tgandan keyin tumandan arzon ular mana misol uchun men $500 sotsam ular $150 bir xilroq sifatsizroq sal o'xshaydi sal voy ular sizdan shunday ham olmaydi keyin olmaydi jahlim chiqadi emotsiyani kontrol qila voy xudo jahlingizni qarang boshqa joyga ishlating energiyangizni nima qilasiz
bor Вообще janjal siz- hozir qoldi, lekin bor urush qilib kelardim. Nimaga chiqarasan maniki bu deb urush qilib kelardim oldin. Ajoyib ekan. hamma bir-biridan ko'chiradi. Butun Oxirgi dunyo siz bir-biridan xohlaysiz. ko'chiradi. Bo'lmasam qanaqa qilib evolyutsiya bo'ladi? Hamma ko'chiradi. Hamma ham 500 dollarga ola olmaydi. Kimdir 100 dollar, 150 ga Bitta olishi savol, kerak. kim Bu hozir normalniy-ku. masalan Instagramda qanaqadir Ama sizga ayting, siz ham kimdandir vdохновляться qilgansiz-ku baribir. Yo'q, bor, har doim birinchi chiqargan bor. Kim Instagramda masalan bitta reels ko'rganda ketidan 10 tasi xuddi shunaqa qilib Xuddi shunaqa chiqaradi. chiqaradi, bilasizmi? Bor shunaqa qilib. Bir xil reels. Masalan, ayoli bilan erkak qanaqadir bir narsalarni qaytaradi. Hammasi ketma-ket qaytaraveradi. Nimaga unaqa qiladi, bilasizmi? Trend. Auditoriya yig'ish uchun trend. Trend. Hamma biladi, что bu qaytarilgan, masalan, Mr. Thank you'larmi bir narsalar bunaqalar ko'p. Sabab trend. Ketyaptimi, chiqaramiz. Kimdir birinchi qiladi-yu buni, kimdir o'ylab topadi ssenariyni, kimdir qiladi. Endi u sizlar qaytarsanglar bo'ldi, bo'lmaydi emas. Naprotiv, qancha ko'p qaytarsa, shuncha birinchi chiqargannikini o'siradi. Siz bitta qiladigan ishingiz, sizni model chiqardingizmi? Birinchi chiqargan odam modelni, brendni ko'paytirish kerak. Keyin nabarot u masalan ko'rdingiz qanaqadir rasmga oldingiz, nabarot chiqardingiz, что mana mani brend, mani modelim mana chiqdi boshqa ko'rinishda. Qancha ko'p ko'rsatsangiz, hamma siz birinchiligingizni tushunish kerak edi. Men faqat anaqa kiyaman deyishi mumkin kimdir. Men originalni kiyaman deyish kerak. Bo'ldi, mana shu anaqani qo'yib qo'ying, главный qilib, agar sizga shu qattu ta'sir qilayotgan bo'lsa, sizni modellaringizni kopiya qilishi. Siz qo'yingda bitta zo'r populyarniy modelli, blogerni qo'yingda, ko'ylagingizni kiydiringda, men faqat original kiyaman, me'mordan deb qo'ysinda, o'shani hamma joyga, Instagramingizga ham, hamma saytingizga ham hamma joyga qo'yib qo'ying, bo'ldi. Odamlarga shu qaytarilaversin, miyasiga singsin, что men me'morni originalni kiyaman, poddelkasini emas. Bo'ldi, shun bilan bo'ldi. Siz mana bu anaqangizni, energiyangizni mana shu voy menikini qaytarishdi degan anaqalik вообще ishlatmang. Во-первых, проработка qiling agar o'zingiz to'xtata olmasangiz bu anaqangizni. Da. Minus energiya hadeb botga ishlatib yuborishingizni. Sizga energiya hozir kerak, o'zi yetmayapti. Tushunyapsizmi? O'sha oqib chelagiga yo'q bo'lib oqib ketayotgan energiyangizni odamlarga borib urushib kelaman degan regiondagilar bilan. Undan ko'ra o'shani hozir bitta 1-9 odam topib, o'zingizga хотя бы 1-9 assistent toping. Yaxshi texnический образованияsi bor. Texnический образованияsi bor. Bitta yosh yigit topsangiz ham bo'ladi, qiz topsangiz ham bo'ladi. Sizga menimcha o'g'il bolalar bilan gaplash, anaqa ishlash sizga osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Menimcha. Endi bilmayman, balkim qiz, balkim bitta qiz topasiz, balkim bitta o'g'il bola topasiz. Agar qiz bola sizga konkurent deb o'ylasangiz, o'sha o'g'il bola assistentni siz o'zingizga keyinchalik sheri qilib o'stirib olishingiz mumkin. O'shanga 10% anaqadan to'laysiz, toza foydangizdan to'laysiz. Sizga sekin agar boshi ishlaydigan bola bo'lsa, sizni ko'p ishingizni yengillashtiradi o'sha bola. Assistent buni to'g'ri aytish kerak, biz 2-3 ta bizneslarda, mana shunaqa ayol kishi kuchli bizneslarda erkak kishini assistent qilib olib, keyin uni CEO gacha chiqarganini 3-4 ta biznesda o'sha 4 ta biznesda ko'rganmiz. Ayol kuchli assistentdan boshlab o'zi o'stirib CEO qilganlarni ko'rganmiz. Chunki u biznes ayollar, mana siz ayol kishi assistent olsangiz, u sizga konkurent bo'lib qolishi mumkin deb siz qo'rqasiz undan qarda. Qo'rqmayman. Konkurent. Qo'rqmasangiz ham qo'rqasiz. Ichingizda podsoznaniyangizda o'tiribdi. Yo konkurentimga o'tib ketadi, hamma sirni bilib, yo u bu o'g'il bolani olasiz, keyin unga do'la berasiz anaqangizdan, foydangizdan. Assistentlikka kelgan bola xursand bo'lib sizda 5 yil, 10 yil ishlaydi. Hozir misol uchun mana CEO kim kelin kunida ishlash xohlaydi, hech kim xohlamaydi o'g'il bola. Yo'q, to'xtang. Siz qayerdan bilasiz uni? Nimaga boshingizga tugib olasiz deb Keling, men sizga bitta narsa aytayim. Eshitganmisiz yo'qmi? Men ko'p aytib turaman buni. Bu чисто psixologiya, kontekst degan dars bor. O'shanga borganman. Gerashev o'tadi. O'sha yerda aytganman, videosini ham chiqarganmanmi yo'qmi, lekin ko'p eslab turaman. Bitta ayolni olib kelishadi, zalga olib kelishadi.
и aytishadi mana qara 100 ta kishi o'tiribdi. 100 ta kishidan erkak kishi aytadiki 100 ta erkak kishidan tanla deb любойni tanla deydi. U ayol boshiga tugib olgan. Rus tilida все mужчины сволочи degan. Endi faraz qiling, 100 ta erkak kishi o'tiribdi-da, 99 tasi yaxshi erkak kishi, bittasini orasiga spesialni jo'rttaga o'tkazib qo'yishgan anaqasi. Leviyni bitta o'tkazib qo'yishgan. 99 tasi tadbirkor, biznesmen, zo'r qurtoy odamlar-da. Bitta o'zlari tashqaridan olib kelib o'tkazishgan-da odam. Haqiqatan eksperiment. O'sha ayolga aytilgan. Любойni tanla degan 100 tasidan. Nima deb o'ylaysiz, qaysi birini tanlagan? Nimaga bilasizmi? Nimasi? Chunki убеждение boshida u dokazat qilib berish kerak hammaga, что hamma erkaklar сволочь. Tanlagani yana shunaqa chiqishi kerak. Agar sizni maqsadingiz erkaklar qizlarni ko'ynagida ishlamaydi desangiz, haqiqatan tasdiqlanadi ishlamasligi. Lekin siz yo'q to'xta, balki ishlaydiganlar bordir. Ammo hozir keyin so'rab ko'ring. Buddagi odamlarning-chi biznesi bor-da. Men lekin hozir savol beraman boshqacha qilib. Agar sizlarning biznesingiz yo'q bo'lsa, sizlarning yoshingiz 25 yoshda bo'lsa, erkak kishi bo'lsanglar, assistent bo'lib borarmidinglar? Agar bir endi bitirdinglar, ishga endi kirmoqchisizlar, kelin ko'ynak tikadigan, yaxshi pul topadigan kompaniyaga assistent bo'lib borarmidinglar shunaqa ayolga, agar endi institut bitirib ish qidirayotgan bo'lsanglar, assistentlikka? Qo'linglarni ko'taringlar, kim borishga tayyor? Keyinchalik CEO bo'lish perspektivasi bilan. Mana yaxshi pul assistent yaxshi pul ola olmaydi по-любому. Oladi kichkina pul hozircha. Boshida ish o'rganguncha kichkina tajriba oladi. Tajriba oladi. Tajriba oladi. Boshida bular unga vaqt tikkanlar. Keyin u уже pul ishlashga yordam berishni boshlaydi. Aytmoqchimanki, bunaqa odamlar просто bo'ta целевой auditoriya yo'q. U yosh bolalar, ko'proq tadbirkorlar, o'sha tadbirkorlar o'ziga ishlaydiganlar bular kerak emas. Lekin ana представить qiling, endi institut bitirgan, texnический institutlar bor-ku, matfak, fizfak, politex, tekstilniy bor. Tekstilniy balkim o'shanaqalarni bitirgan o'g'il bolalar boshlashsa bo'ladi sizda bemalol. Keyin ularni sekin-sekin tayyorlab, o'zingiz hamma ishlaringizni o'rgatib, keyin foydaga sherik qiling, siz bilan xursand bo'lib ishlab yurishadi. Buchi eng qizig'i bu birinchi tanlagan odamingiz 100% bo'lmaydi. Normal. Ikkinchi ham bo'lmasligi mumkin, uchinchi ham. Lekin sizda bunaqa niyat bor bo'lsa, 7-8-si bo'lib qolishi mumkin. Просто sizda boshida убеждениyangiz baribir xalaqit qiladi-da. Boshida. Agar siz birinchisi bo'lish kerak desangiz, unda hech qachon boshlamaysiz. Agar men sizga 8-si, 7-si bo'ladi desam, tezroq almashtiraverasiz. Chiqib qolishiga. 7-siga yetib olishim kerak deb, tushundingizmi? Masalan, qarang, bu hamma narsa yana psixologiyada. Masalan, sizga aytishsa, mana 100 ta попытkadan bittasi o'xshasa, bu normalniy deyilsa sizga, yoki 10 tadan bittasi bu normalniy deyilsa, siz har bitta o'xshamagan попыткangizga xursand bo'lasiz. Voy xudoga shukr, 10-chiga yaqinlashyapman deb, tushunyapsizmi? Agar sizda boshingizda tugilgan bo'lsa, что men hozir olaman, o'sha odam menga keyin CEO bo'ladi, bo'ldi, hamma ishimni oladi deb, unda olasiz, u o'xshamaslik ehtimoli baland-ku birinchisida. O'xshamasa sizni tarvuzingiz qo'ltig'ingizdan tushib, siz depressiyaga tushasiz, o'xshamaydi. Bo'ldi, men hech qachon o'xshamas ekan deb. Shunaqa bo'ldi. 10 tadan bittasi o'xshasa zo'r. Shunaqa deb hisoblang, boshingizga shuni tuging. 10 tadan bittasi o'xshasa zo'r. Endi birinchisi o'xshamadim, zo'r, yaqinlashyapman 10-chisiga. 10ga bittaga kam bo'ldi. Yo'lim qisqardi. Ikkinchisi o'xshamadimi, yo'lim qisqardi. Yo'q, faqat har o'xshamaganda sizga qaysi tarafi yoqmaganini обязательно yozib yurishingiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan, u yozib yurganingizga test yasashingiz kerak. Masalan, keladi-yu odam, yoqmagan joyi bor-ku, o'sha yoqmagan joyiga test qilasiz, mana bu testni birinchi topshir deysiz, savollar bilan. Bu savolning javobini qaraysiz-da, agar tip bo'li psixologiyada o'qigan bo'lsangiz, psixologik testlar ko'p juda. Shunaqa psixologik test qilib, har safar o'sha joyini olib tashlaversangiz, sizga yoqmayotgan joyini, oxir oqibatda sizga yoqadigani keladi.
lekin u aytyapman birinchi emas. Agar birinchi deb o'ylasangiz, unda Unda yutqazasiz. ololmaysiz. hozir o'ylayapmanda sotuvni oshirgim keladi. Mana 250 dan 500 ga chiqqim keladi. Lekin meni kuchim yetgani 200 bo'lgani uchun Siz bemalol 500 ga siz. o'shaning uchun ham qo'rquv bo'lgani uchun ham to'siq bormi deyman anaqa nima deb yordamchi bo'lganda men 500 600 ga misol uchun Aytaymi, nimaga siz chiqmayapsiz? Chunki siz dunyoga bergiz yo'q. Dunyo sizdan sizga qaytaryapti, bilasizmi nimaga? Sizga nimaga вообще bu baraka kelyapti? Chunki sizdan ana regiondagi sal arzonroq o'ynay oladiganlar ham chiroyli o'ynaylik kiyishyapti, duo qilishyapti, ularning barakasi sizga ham qo'shilib kelyapti. Siz unga yomon сопротивляться qilyapsiz-da hozir. Siz o'sha joyga qo'yib yuboring, shunda ham uchib ketadi ishingiz. Tushundingizmi? Siz boshingizda сопротивление turibdi-da qattiq. Siz o'syapsiz, hatto qilib ruchnoyda turibsiz. Hozir tushuntirib beraman. Yaqinda bitta tushuncha boylik tushunchasini o'rganayotgandim. Boylik o'zi nima? Bitta anaqasini aytaman, oxirgi eshitganim. Boylik bu qachonki sizda bu narsa ko'p, sizga kerak emas bo'lganda, o'shanda boy hisoblanadi odam. Любой narsa, bilim, pul, qanaqadir boshqa resurslar bo'lishi mumkin. Sizda ko'p, o'zingizga kerak emas. Modellar yangi. O'sha paytda boylik hisoblanadi. Agar sizda misol uchun har kuni yangi model chiqara olsangiz, savol, sizda o'g'irlashsa bu model boy odamga farqi yo'q, chunki ertaga yana chiqaraveradi. Shunaqa deyman doim. Ha, baribir lekin siz nimadir anaqa qilib turibdi. Ichimdan ushlaydi nimadir, lekin nima ishlaydi ichingizdan? Mashhursizlik. Agar hammasi masalan ular o'g'irlasada aytsa, ismingiz nima edi yana? Aziza. Azizani model, Aziza chiqargan modelni bizni tiktu desa. Mana bunaqa deyishingiz kerak. Mana bunaqa desangizchi, men hozir tushundim. Anaqa qiladimi yo'qmi? Qarang, sizchi yangi model chiqarasiz-ku, yangi model chiqarasiz-ku. Chiqarganingizdan keyin sразу o'zingiz Instagramingizda ayting. Agar shu modelni kimdir qaytaradigan bo'lsa, meni отметить qilib bitta duo qilib qo'yinglar deng. Bo'ldi. Siz odamlar rozi olgan mana qarang, sizdan olgan odam ham rozi qilish xohlaydi-da. Olgan odamini. Siz отмечать qilib rozi bo'ling deb ketishadi. Siz bilasizmi qanaqa populyarniy bo'lib ketasiz? Agar rostdan siz modellaringiz ko'chirilayotgan bo'lsa. Mani просто отметить qilib rozi bo'ling, rozi bo'ling deb qo'yinglar, bo'ldi, men rosa xursand bo'laman de. Qilmaydi, egosi juda baland u konkurentlarni qanaqa qiladi? Siz ayting, kimdir qiladi. Qilmaydi. Kimdir qiladi. Kelin-ko'ylikchilar bir-birini ko'rishga ko'zi yo'q. Qilmaydi. Bo'lmasam siz ayting, men roziman, bemalol ko'chiraveringlar deng. Siz ofitsialni ayting, men roziman. Mana qarang, bizachi? Men nabarot teskarisini aytaman. Rozi emasman, rozi emasman. Deganman shunaqa bor-u. Unaqa demang. Siz men roziman deng, ular baribir ko'chiradi. Ular baribir ko'chiradi. Arzon olsanglar, mendan olinglar, beraman o'sha narxga deb qolaman. Siz ayting, agar konkurentlarimga sразу aytaman deng, sразу. Mashi konkurent. Agar ko'chirmoqchi bo'lsanglar, roziman, bemalol deng. Deng Instagramda ayting, mana hozir ayting shu gapingizni, kim konkurentlaringiz oti? Otini reklamasi ketib qoladi. Mana ayting, Aziza, familiyasi nima edi? Salomova. Salomova Aziza, nima edi biznes? Mi amor. Brendini asoschisi. Agar ayting endi mana kameralar turibdi. Ayting mana bu kameraga. Konkurentlaringiz ko'rishadi sizni. Ertaga portlaydan ozgina qo'rqib chiqarmaydi hozir. Ertaga men sotolmayman. Hech kim sizdan qo'rqib chiqarmay qo'ymaydi. Shuni tushunishingizkerak. Ozroq, ozgina qo'rqadi baribir. Chunki borib chart aytib kelganman, chiqarmaysan, rozi emasman. Chiqarmaysan deganman. Yo'q. Men bitta narsa aytaymi? Bizagacha men biza YouTube'ga chiqib intervyularda hammasini bitta gapirib berardim. Savol bersa bemalol men javob berardim. Gapirardim, unaqa qilganmiz, bunaqa qilamiz, mana bunaqa qilinglar, bunaqa qilsanglar, bunaqa bo'ladi, bunaqa. Причем biz avtoservischilarni o'rgatamiz. Avtoservischilarni hammasini chaqiramiz-da.
aytamiz mana biz mana bunaqa qildik xohlasanglar o'rganinglar qilinglar o'zinglar deymiz kim qila olmasa bo'pti franchiza olinglar bizdan deymizda nima deb o'ylaysiz kim qila oladi kim qila oladi bo'pti 1% qiladi 100 tadan bittasi o'zi qilar boshi ishlasa u ham qila olmaydi qilganda shershtaka bo'lardi qila olmaydi lekin nima deydi bemalol hamma aytardi voy nimaga sizlar sirlaringlarni aytyapsiz o'zbekiston ham to'xtamadi nimaga bular o'zlarini biznes sirlarini aytishyapti bilasizmi nimaga Ishonchingiz bor yo'qda bu boylik anaqasi bor tushunasizmi tushunchasi sizda ko'p bo'lsa yo'q kamayib qolmaydi ovuringlar sizda dizaynlaringiz ko'p bo'lsa tug'ilaversa kamayib qolmaydi olishaversin siz boyroq bo'lasiz bu tushunchani просто nima deydi осознанность oshishi kerakda bunaqa fikrlash uchun проработка yo'q to'yish kerak bu narsa to'yish kerak man o'zim manda ham mandan zo'rlar ham bor man eng zo'r bozor oldiman deya olmayman umuman o'zimni oldimga maqsad qo'yganman mani o'zimni brendim bo'ladi man ko'chirmachi anaqaga kirmayman ko'chirmachi ikkinchi etapga o'tmayman вдохновляться qilmaysizmi иностранный kolleksiyalardan sizdan qimmatroq kolleksiyalardan olmaysizmi ideyalar ilhomlanaman lekin kopiyasini qilmayman chunki mani og'riq tochkam bo'lgani uchun ularga ham qilgim kelmaydi o'sha narsani bu dunyoda faqat qaytarib tez o'sish mumkin agar siz tadbirkor bo'lsangiz biznesingizni o'stirish niyatingiz bo'lsa savollaringizni kimga berishni bilmasangiz sizga bir o'rgatadigan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan odamga muhtoj bo'lsangiz bizani Sherzod aka bilan yopiq telegram kanalimiz bor u kanalda har hafta 2 marta Sherzod aka va Barno opanglar bilan savol javob bo'ladi savollaringizni kechasi bilan uxlolmaydigan sizni qiynaydigan savollaringizni shaxsiyat to'g'risida biznes to'g'risida jamoat to'g'risida sherikchilik to'g'risida sizni savollaringizga o'sha yerda javob olishingiz mumkin hammanglarni masshtab telegram kanalimizda kutib qolamiz buning uchun Toshkentga kelish kerak emas vaqt ajratish kerak emas bu telegram kanal har doim biz onlaynmiz savollaringizga javob beramiz havoladan o'tib telegram kanalimizga qo'shilinglar yo'q bu norma qarang bitta narsa yana bir marta bu norma что siz ilhomlanasiz lekin hammaga bu anaqa berilmagan to'g'ri hammaga berilmagan o'shaning uchun ko'chiradiganlar bo'ladimi har doim bo'ladi bu norma ayniqsa internet paytida informatsiya juda tez tarqalgani uchun hech qanaqa texnologiyani usha bo'lmaydi saqlab qololmaysiz xohlasangiz xohlamasangiz farqi yo'q hamma narsa ko'chiriladi ideyalar ko'chiriladi bor narsa ko'chiriladi faqat siz boyaga gapirgan gapim brendingizni faqat saqlab qolishingiz mumkin именно brendingizni agar kimdir sizni brendingizni olib o'zini ko'ynagiga qo'ysa uni masalan yuristlar bilan anaqa qilsangiz bo'ladi lekin ruxsat so'rab olganlar bo'lgan nukusdan boshqa viloyatlardan anaqa o'shaning uchun agar lekin modelni просто ko'chirib olsa по-любому uni yo'q mana milliardniy kompaniyalar Louis Vuitton hech narsa qila olmaydi-yu hammasi mana O'zbekiston Louis Vuitton yo'q yashirincha sotish yo'li bormikan deb ko'p qiziqamanda qanaqa sotish yo'li mana misol uchun yashirincha sotish yo'li bekitib misol uchun hozircha men hammani to'ydirib olay unaqani keyin mayli boshqalar chiqarsin degan oldin shunaqa fikrim bo'lgan birinchi men to'ydirib olay siz kimgadir sotasiz baribir siz B2Bga sotasiz ulardan keyin ular reklama qiladi-yu по-любому chiqadi birinchi sotuvingizdan keyin chiqadi bor выставкаlarga borardimda Germaniyaga 10-yilli 7-8-10 yilli xitoyliklar yurardi u paytda hali telefonda fotoapparatlar yo'q edi fotoapparatlar bilan yurishardi boshina katta mexanizmlarni faqat rasmga olishardi hech qaysi bitta nemis anaqa qila olmasdi uni bekita olmasdi bor qo'yib qo'ygan выставкаga ular ko'chirardi borib ertasiga chiqardi bu narsa u yoqda xohlasangiz xohlamasangiz to'xtatib bo'lmaydi uni tushunyapsizmi bu progress to'xtatib bo'lmaydi O'zbekiston L'Oreal pianada yurar ekan-ku. Men вообще в шоке man просто.
O'shaning uchun O'shaning uchun men brend kiygim kelmaydi bor. ha boshingizni ortmasdan Brendni turib, siz odamlar uchun kiymang, o'zingiz uchun kiying. odamlar O'shani ham kiygisi kiygim keladi kelmaydi. lekin tushunyapsizmi? O'shaning uchun Brend baribir yo'q. chiqaradi kimdir. Xohlasangiz, xohlamasangiz. O'zingiz ishingizni qilsangizchi. To'g'ri. В общем, siz bitta assistent oling. Прям nima deydi, объявление berib, объявление nima deyiladi? E'lon, прям целенаправленно qidiring o'sha texnicheskiy образованияsi bor o'g'il bolalarni. Sotuvimni misol uchun o'zimsiz, men o'zim ham Sotuvni qatnashaman. qilish kerak emas. Sotuv qilmaydigan odam kerak Yo'q, sizga. mana mayli u assistentlik ishini ham o'zim qilsamda, sotuvimga ko'paysa hozir nima olishim kerak shunda? Onlaynmi, offlayn yangi mijozlar oqimi. Mayli, iskilaman bilan ishlasa, U marketolog olishingiz kerak, targetolog, kontent qiladigan odam, SMM nima deydi? O'sha rasmga olib video marketolog. qiladigan Ularni odam. qilamiz. U marketolog olishingiz kerak. O'zingiz qilishingiz kerak emas uni. Unga komanda olishingiz kerak. Sizga trend nima deydi? Trend anti-trend. desa, xo'p bo'ladi deb qilishingiz Yo'q, kerak. unaqa emas, xo'p bo'ladi emas. Qilib ko'ringlar deyish kerak. Va ko'ramiz deyishingiz Ko'ringlar kerak. deb, Mana keyin rezultatni ko'rish ular kerak. sizga aytyapti, men sizga bilayman 30 mingta 50 mingta odam olib kelaman, aytganimni qiling deydi. Qilasizda, bo'lmasam odam olib kelmaydi. Masalan, 1 oy 2 oy qilolmasa, eplolmasa, ana undan keyin pul bergim kelmaydi, ishiga javob bermagandan keyin pul bergim kelmaydi. endi qarang, bu narsa ishiga javob berish uchun bu Aytganini qiling. Yo'q, bu narsa gipoteza deyiladi. Tushunyapsizmi? Agar masalan sizga mana bu stakanni chiqarib ber desa, bu stakanni chiqarish texnologiyasini bilsa, qaytarib kopiya qilib berishi mumkin. Masalan, siz aytyapsiz-ku, marketing degani bu faqat gipotezalarni tekshirish degani. Bu 1 2 3 ishlaydi degani emas. O'shaning uchun marketologlarning ishi 1 2 3 ishlaydi degani emas. To'g'ri, svязкалар topiladi, to'g'ri, svязкалар ishlaydi, qaysidir paytgacha, lekin marketingning eng yomon narsasi svязка butun umr ishlamaydi. Bannerni slipata degan narsa bor. Sizda agar masjidda hozir ko'chaga chiqsangiz, mana bitta billboard osilib turgan bo'lsa, birinchi marta qaraganingizda qiziqib nima deb yozilganini ko'rasiz. Lekin masjiddan har kuni 2 marta u yoqqa bu yoqqa yurganingizda bu banner ko'rmay qolasiz. Tushunyapsizmi? Nima degani? Bu banner siz uchun ishlamaydi o'sha degani. Chunki siz ko'rmaysiz uni. Savol, siz oddiy tekshirish mumkin. Siz uyingizdan ipodromgacha borganingizda nechta svetofor bor? 4-5 ta bordir, bilmayman. Ko'rdingiz, bilmaysiz. Birinchi marta agar mashinaga o'tirganingizda, yurganingizda hammasi esingizda qolardi. O'shangada anaqa men ham ko'p ishlaydimi, charchab qolaman, to'g'risini aytsam, har bitta burchiga bitta narsa bilan zayd, ko'p narsalarga e'tibor Siz menga aytgan assistent olasizmi yo'q? olaman. Assistent olasiz. Endi marketologingizni qayda borsiz hozir? Yo'q hozir. Marketolog birato'la sizga podключ qiladigan komanda kerak ekanda, bir 3000 o'shalarga bering. Qilib beradiganlar Nechta bergansiz topasiz bozorda. marketologga eng qimmatiga? Yo'q, 1,5 hammasiga javob 1,5 beradigan, bergansiz. hammasiga javob beradigan. Balkim 1,5 mingga o'shaga o'xshagan 1,5 mingga chon bera olaman. Yo'q, Nimaga 1,5 minggacha? yo'q. Nimaga 1,5 mingga chon bera olasiz? Sizga marketolog klient olib kelib bersa, nimaga kerak sizga uni ограничивать qilib? Klientlar o'zi hammasi meni taniydi. Mana nimada? Nechta klient bor deb o'ylaysiz? Ayting. Qaysi klientlar kelinko'ning sferasidagi man B2B'da ularni Sizga B2C kerak emasmi? kerak. Ular ham keladi. B2C'lar hammasi sizni tanimaydi. Hammasi tanimaydi anaqa. Ular meni taniydi. Men ularni ham o'zimga klient Kelmasizga qilmoqchiman. bitta savol bering. Mana mashtagilar taniydi. Tekshirish uchun bitta savol. Qanaqa parashok ishlatasiz? Nimaga parashok? Uyda kir yuvishga qanaqa parashok? Persil. Ha? Persil. Persilmi? Endi savol. Persilni B2B klienti nechta deb o'ylaysiz? Persilni. O'zi, masalan, do'konlar nechta? Bilmayman. Mayli qanchadir bo'lsa, savol. Persil televizorda reklama beradimi yo'q? Yo'q. Bermaydimi? Yo'q, Beradim. Televizorim yo'q. Ha, Televizorim yashang. uyda yo'q.
man aytmoqchi bo'lgan narsam siz mani hamma klient taniydi desangiz adashyapsiz. Ko'chaga chiqib hozir Lyuboydan so'rasam sizni taniydimi desam yo'q deydi. Miyamorni kim taniydi? Qo'linglarni ko'taringlar. Bitta odam tanir ekan. Mana sizga hamma klient tanishi. Birga kelgandirlar deb. Ne? Do'konimiz qatori. Ha. Mana sizga hamma Ayollar Miyamorni taniydiganlar bor. Mana ko'rdingiz? Ama bitta savol bering. Miledini taniydiganlar bor? Kelin salom. Qarindoshlar tanir ekan. Ikkita odam, uchta odam tanir. Ular prokat bo'lgani uchun ular olib keladi. Sizni chaqiradigan siz bilan ishlash uchun sizni haqiqatdan hamma tanish kerak. Siz ishlab chiqaruvchi B2C tanish kerak siz. B2B emas, B2C. B2C hamma joyda o'sha B2B'chiligi kelib, o'sha Miyamor kiyimlaridan yo'qmi sizlarda deb so'rasa, B2B'chilar boshqa yengillari ham sizni tanib ishlamayotganlari ham sizga keladi. B2C sizni B2B'ni siz tarafga yurg'izadi, tushunyapsizmi? Xo'p, klient keladida, markazda joyim kichkina do'kon o'zi, lekin rosa gap uchun klient keladida, mana notanish, tanimagan klient, keling yaxshimisiz? Menda $400. Yo'q, men $200 olmoqchi edim. $200 ga olmoqchi edim men, deydi. Bu sizni klientingiz emas? Sizni klientingiz emas? Bo'ldi, sizniki emas. Nimaga Miledidan 3000 ga 5000 ga olishadi? O'shani aytyapman-da, lekin men uni hammasini ola olmasam kerak, hamma bozor klientini ola olmasam kerak. Yo'q, конечно olasiz. Конечно siz olasiz. 200 likni ola olmaysiz, lekin tepalarni ola olasiz. Undan tepasini anaqa qilamiz. Tepalar arzonroqga rozi bo'ladi agar kiyimingiz sifati zo'r bo'lsa, harakat qilib ko'rganman, arzonroq ko'ylak chiqarishga chiqarolmaganman. Arzonroqga qaramang вообще. Tepaga qarang. Bu yil 2026-yildan narxlarni ozgina oshirdim, sifatni o'shanga yarasha oshirdim, ozgina sifatliroq qilib. Komandam aytayaptiki, arzonroq qilaylik, nabarot tepaga qarab chiqaylik. Voy, komandangiz nimaga unaqa deydi, bilasizmi? Arzonroq sotish oson. Siz oborotdan bersangiz kerak, ularga har bitta sotgan ko'ynakni. Siz foydasidan bering, siz qimmatroq sotishga harakat qiling. Bitta savol beraman. Psixologiyani o'rganyapman dedingiz. Psixologiyani o'rganganingizda eng sizga zo'r yoqqan joyi qayerda bo'ldi? Nimani eshitdingiz-u? Mana shu psixologiyada zo'r bo'ldi o'qiganim. Mana shuni bildim degan joyingiz bormi? Bitta emas, ko'p anaqa. Tushundim, bitta emasligini, hammada bitta emas, lekin eng yoqqan joyi. Eshitishni o'rgandim. Eshitishni o'rgandingiz? Qanaqa qilib o'rgatishdi? Eshitmas edimda, bilmasam. Endi u bir marta bir oy o'qimadim-da, yillar davomida o'qiyman. Qanaqa bildingiz eshitishni o'rganganingizni? Oldin bunaqa bo'lmagan bo'lsam kerak. Qanaqa bo'lgansiz? Masalan, kimdir sizga gapirsa, "To'xta, men bilaman o'zim." Men aytganim bo'ladi. Ha, tushundim. Zo'r. Men ham o'qishim kerak ekan, unda eshitishni o'rganishim kerak ekan. Xo'p, qanaqa savollaringiz bor yana? Yo'q, zo'r. Necha yoshsiz? 37. Konkurentlaringizga yangi ko'ylak chiqarganingizda "Ovringlar roziman" deb yuravering. Yo'q, faqat meni nomimni aytinglar, mana shu odam chiqargan deb. Ha, mana shuni aytib qo'ying, bo'ldi. Meni nomimni aytsanglar bo'ldi, men roziman deng. Bilasizmi qachon aytadi? Siz men sizga 100% garantiya beraman. Qachonki siz Persilga o'xshab hamma mana shu o'tirgan odam Persilni eshitganmi yo'qmi? Hamma eshitgan. Qachonki hamma mana shu o'tirganlar nima edi? Miyamor ko'ynaklarini bilaman desa, Lyuboy sizni konkurentingiz bu Miyamordan qaytarilgan deb aytadi. Siz yoki eng populyarniy blogerlarni hozir kiyintirsangiz to'ylarida. Uni qilaman, lekin siz o'sha chiqarasizmi Instagram'da? Savolingizga javob kelib qoldi hozir. Eng zo'r o'rgangan narsam, o'rgangan joyim, fokusni olib o'zimni eshigimga qaratadigan bo'ldim. Oldin birovlarni ko'lab o'tirardim, nima qildi, nima qo'ydi, anaqani qilardim. Hozir butunlay olib tashlab, anaqani o'zimga qaratganman-da. O'zimni o'shanda keyin men rivojlandim. Ishim ham 2024-yil shunaqa qilganman. 2025-yil polni anaqani olib o'zim bilan anaqa qildim. O'zimni ishim bilan qildim. O'rtoqlardan kechdimda, o'shanda. Hammadan-da. Yo'q, mana o'rtoq emas. Konkurentlarni eshigidan kechdim. Ularni profilini kuzatardim, ular nima chiqardi kuzatardim. Kerak u lekin. Keyin maqsad qo'ydim, что kun kelib men
ular sizni O'rnali- kutyapti. qarang O'rnalishlik, konkurentlarni kuzatish kerak agar ular sizni раздражать qilmasa agar ular sizni раздражать qilib nervingizni ichingizni hali yomon anaqa qilishayotgan bo'lsa значит boshqa odam analiz qilib sizga informatsiya olib kelib turishi kerak assistentingiz masalan Nima qiladigan bo'ldingiz? Ayting, bo'lmasa birinchi 1 2 3 hozir shu yerdan bir chiqib. bu yerdan chiqib marketolog qidiraman. Hop, yana O'sha hammasi Bir bu, ichida aha. bitta dizayner обязательно kerak. shtatga Да. 2 и Yordamchi dizaynerda. Хотя бы mayli u наоборот bir главный bo'lsa ham roziman. hop Men unga anaqa nima tasdiqlovchi bo'lsam ham roziman. hop 3 nima qilasiz 3 bo'ldi. assistent ulgur вообще yana chetga chiqib ketdi Yo'q, marketolog, assistent, komanda Yo'q. u boshqa. SEO boshqa. assistent keyin uni SEOga tayyorlaysiz Ha. foydadan ulush berasiz keyinchalik ish Eng anaqa sizga yoqsa asosiysi hozir- sizga yoqsa ishi yoqsa masalan 1 yildan keyin SEOlikka уже sekin sekin pogon berishni boshlaysiz Maslahatim hozirgi razborda endi bu yerda baribir kresloda o'tirsangiz ozgina hayajonlanasiz. Razbor chiqqandan keyin kamida bir 3 marta ko'rishingiz kerak. Mana shu razborni. Ancha o'zingiz uchun eshitilmagan narsalar yengilliklar kelib chiqishi mumkin. Da. mastermindga kirgisi kelsa olaman Mayli. U mencha ozgina kuzatganman YouTubedan. Ishim ko'p bo'lgani uchun bular vaqtingiz yo'q kuzatish yo'q, bular aytib qoldilar, bular kimlar Ubaydilla aka, men bularni klientiman. siz bilan gaplashuvdikmi bir ha Osnovasini, ko'ngillarni osnovasini bulardan olaman. Keyin bir kun gaplashib qoldik o'sha biznes haqida, keyin aytib qolishdi. Keyin kuzatish boshladim-da, birinchi razborga boraman mana deb kelishni niyat qilib qo'ydim. hozir men o'zi bilan eslayotgandim siz furnitura deganingizda O'sha anaqani meni bilmayman-da nimaligini master nima edi? uni отдельно gap Da. Bo'ldi. Ha. u reklama kerak Хорошо. Da. Ha. Tugatamizmi bo'lmasa? Ha, bo'ldi, rahmat. zo'r rahmat Rozi bo'lasiz. rozi bo'ling Sog' bo'ling. bo'pti hop rahmat